Kosovo, Kataloniyalarning mustaqillik kurashlaridan Uyg'urlarning hurlik arzusi va xalqaro qonunlar ustida izdanish. Abdori Asiya Uyg'ur. 4-bölüm. Uyg'urlardagi reallikni qabul qilmaslik va xalqaro vaziyat, shundaqla xalqaro qonunlarga bo'lgan tonishning to'g'ri bo'lmasligi. Amaliyotda yuqorida deganimdek, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti demokratiya asosiga qurilgan bir organ bo'lg'achqa, dunyoning qaysi yerida insonlarning haq-huquqlar dafsandichiligi bo'ladi ekan, qayerda tengsizlik va barobarsizlik bo'ladi ekan, xalqaro qonunlar orqali u tengsizliklarga qarshi turish va yo'qotishni xizmat mezoni qiladi. Ammo terrorlik va dunyo tinchligiga ta'sir ko'rsatish ehtimolligi bor deb qaralgan qilmishlarga har vaqt qarshi turdi va qo'llamaydi. Uyg'urlarga kelsak, bizning bir qancha kimligimiz bo'lib, biz xalqaro sahnalarda Uyg'ur musulmonlari, Uyg'ur turklari degandek ikkilamchi kimliklar bilan tilga elinamiz. Ammo davlatimiz va haqiqiy kimligimiz haqida o'zimizmi astoydil muomalada bo'lmaganligimiz sabab xalqarodagi astoydil muomalaga uchramadik. Ya'ni bizdek ikkilamchi kimligimiz bilan qo'shib atilishga boshladik. Bu sababdan hatto xalqarodagi bir qism mo'yim qo'llashlardan mahrum qoldik. Biz mayli kim bo'layli, bizning asli kimligimiz Uyg'ur ekanligida shak yo'q edi. Ammo demokratik ideologiyalarda har kimning o'z kimligini tanlash, o'z e'tiqodini tanlash huquqi bo'ladigan bo'lib, bu yerda tilga ilinayotgan Uyg'ur musulmonlari, Uyg'ur turklari degan iboralarning o'zidimi bizdagi boshqalarning haq-huquqlarini hurmat qilishga o'xshash demokratik hukmlarning kamchiligi bilinib turadigan bo'lib, demokratiyani prinsip qilgan allarda umumning kimligiga vakillik qiladigan bundaq atalg'ularning ijobiy ta'sirga ega bo'lishi mumkin emas. Chunki siz oldi bilan Uyg'ur. Uyg'urlik bo'lsa sizning millat kimligingiz. Buni siz tanlashga amalsiz. Ya'ni bu sizning tug'ilishingizdan bor bo'lgan tabiiy kimligingizdir. Ammo musulmon bo'lish yoki turk qavmi ekanligingizni tanlash erkinligingiz daxlisizdir. Siz xohlasangiz musulmon bo'lsangizmi, boshqa dinga e'tiqod qilsangizmi, turk bo'lsangizmi yoki uyg'urlik kimligingizda ching turib yashaversangizmi bo'ladi. Lekin sizning o'z orzuyingizni boshqalarga tengish qilmishingiz xalqaro qonunlar kategoriyasidagi har bir inson tug'ilishidan hur va erkindir degan nizomga xilof qilmish bo'lib, agar Sharq Turkiston mustaqil va hur bir salohiyatga ega bo'lmay, hech qanday qonuniy yo'sindagi statistika elib berilmay turib, siz Uyg'ur xalqining hammasini musulmon va hammasini Uyg'ur turki deb atash haqqingiz bo'lmaydi. Chunki kimning kim bo'lishi faqat o'zining shaxsiyatidagi tanlash bo'lib, siz va boshqalarning aralish haqqi yo'q. Sharq Turkiston ulusi shakllantirish orzusi. Amaliyotda millatlarning mustaqilligi aslida xalqaro qonunlarda kapolatga ega qilingan va rag'batlantirilgan bo'lib,
Birleşken Dövlətlər Təşkilatlarına əza dövlətlər sanının yeni qurulğan vaqtdaki 10 neçədən bugün 200'ge yaqın dövlət sanıga yetişi dünya miqyasida to'xtamasdan yeni dövlətlərning barlıqqa kelib turğanidan, ya'ni millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilashining, xalqaroning qo'llashiga erishib, har millat o'zini o'zi idora qilish, dunyo tinchligini kapolatga ega qilishda muhim ahamiyatga ega degan qarashning o'rtaq e'tirof qilishga erishganligining dalildir. Xalqaro qonun hargizmo Uyg'urlarga kelganda xarakter o'zgarib yoki kuchidan qolmaydi. Mustaqillikning xalqaro qonunlardagi asosi millat bo'lish, o'z oldiga tili va madaniyati, tarixi bo'lish bo'lib, bu sharoitlar Uyg'urlar tarafidan allburun hozirlangan. Uyg'ur xalqining nupusi 1949-yil butkul Sharq Turkiston nupusining 80%dan ko'pragini tashkil qiladigan ahvoldan bugungi kunlikda bu nupus 47%ga tushib qolganligidek haqiqatlar. Xitoy tajovuzchilarining eng muhim organi bo'lgan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuani va atalmish Xinjiangga yordam berish nomida turkumlab vatanimizga yetkab kelingan ko'chmanlargami Sharq Turkiston o'losining bir qismi qatorida Uyg'urlar bilan barobar holatda o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi berilsa, u chaqda Uyg'urlarning jumladan Sharq Turkiston xalqining irqiy qirg'inchilikka uchirganligi va Xitoy hukumatining 70 yillik qonunsiz hukmronligi jarayonidagi jinoyatlarning so'riqi qilinmagan bo'lmamdi. Yana kelib Türklarning bir qismi bo'lishdek bu tarixni tutqi qilib, Türklarning birligini amalga oshirish, ya'ni Xitoycha Minzu Tongyi qilish istikimiz bizni dunyoga qaytadan Türk birligining himoyachisi sifatida maydonga chiqarib, tarixda nihoyatda yuksak imtiyozga, bepoyon zamonga ega bo'lgan bu cho'ng millatning qayta jahonga xo'ja bo'lish orzusining tirilishidan ansirash hodisasi paydo bo'lib, bizning da'voyimiz xalqaroda yetarlik qo'llashlardan mahrum qilishi mumkin. Xalqaro qonunlarda uluslashgan millatlarning mustaqilligini qo'llash deydigan bir qonun yo'q. Bu haqda men nihoyatda tafsiliy izlanib ko'rdim. Mustaqillik butunlay milliy kimligi aniq bo'lgan, mustaqil tili va yeziqi bo'lgan millatlarga qartilgan bo'lib, milliy kimligingiz sizni mustamlika qilgan yoki sizga hukmronlik qilgan davlatda tengsizlikka uchrab, haq-huquqlaringiz daxli tarzga, irqiy qirg'inchilikdek zulmlarga duch keladikansiz. Sizning o'z taqdiringizni o'zingiz belgilash huquqingiz hech qanday cheklamaga uchramasligi kerak. Diniy e'tiqodimiz bilan demokratiya orasidagi farqni tushunmaslik. Bu bizdagi ajallik ojizlik bo'lib, dal bu ojizligimiz sababli Xitoyning qiltaqlariga to'xtamay tushib va tushgan sari o'zimizni yo'qotib, hatto kimligimizdan ayrilib qilish girdoviga berib qoldik. G'arb allarining qarshidagi diniy e'tiqod erkinligi aslida shaxsning e'tiqod masalasi bo'lib, buning davlat boshqarish va siyosiy prinsiplar bilan aloqasi bo'lmasligi kerak. Chunki necha 100 yillik diniy e'tiqod bilan siyosiy aralashgan jamiyat tuzumini boshdan kechirib baqqan g'arb allari 15-16 asrdalar bu jihatda yaxshi tajriba savoqlarga ega bo'lib, din bilan siyosatni ayirishning, davlatni idora qilish va
tinch, barobar jamiyat barpo qilishda intayin muhim omil ekanligini aniq tunib yetgan va shu sabab oqartish harakati elib berib, siyosat bilan dinni butunlay ayirgan. Shu sabab demokratiya uqumi borliqqa kelgan va diniy e'tiqod erkinligini cheklimisiz, daxli ta'rifsiz holda shaxsning erkinligi doirasiga qoldirib, umumning manfaatiga munosabatlik bo'lgan davlat boshqarish va siyosiy ishlarda diniy omilni butunlay chiqarib tashlagan. Ko'rayotganimizdek, Amerikadagi g'arb ellarda xilma-xil diniy e'tiqodlardagi har xil millatlar inoq, ijil va erkin yashaydi. Hech kim ularni diniy e'tiqodi sababli kamsitmaydi yoki ularning siyosiy haq-huquqlari daxli ta'riziga uchirmaydi. Ammo davlat ishlariga mayli diniy e'tiqodingiz bo'lsin yoki bo'lmasin, qandaq e'tiqodda bo'lishingiz ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki davlat din bilan emas, demokratik siyosiy tuzilma ostida boshqariladi. Demokratik tuzum sizning diniy e'tiqod erkinligingizning daxli ta'rizga uchirmasligi uchun xizmat qiladi. Ishlar mana shundoq oddiy va tartiblik. Ammo Uyg'ur jamiyatidagi bir qism qarindoshlar orasida demokratiya boshqa bir ma'noga ega bo'lib, yalang'och yurish, aroq ichish, aysh ishrat qilish, zaharlik chekimlik chekish. Islomda harom qilingan ishlarning qonun tarafidan qo'g'dilishi va hokazolar demokratiya uqumining umumiy aniqlamasi hisoblanadi. Bundaq demokratiya musulmonlarning qabul qilish doirasidan eshib ketgan bo'lib, agar Uyg'ur xalqi demokratik bir jamiyatga qadam ilib qolsa, butunlay tugishidi deydigan vahima bir qism kishilarning eng'iga kimlar tarafidandir singdirib etilgan. Shu sabab bizga insonlik nuqtasidan yordam qo'lini sunayotgan G'arb va Amerika qatorliq davlatlarning yordamiga Allah zolimning qo'li bilan yo'qotib mustaqil davlatimiz bo'lsa, kofirlarning hammasini yo'qotamiz degandek g'alit qarashlar bilan inkos qaytarishlarning bo'lishimi G'arb ellarining bizni aldirab qo'llamasligiga sabab bo'la oladi. Kimmi boshqalarga tahdid elib kelish ehtimoliga bo'lgan bir millatning mustaqil bo'lishini qo'llasin. Demak, bu yerda Xitoy Kommunist partiyasining Sharq Turkistondagi qonunsiz hukmronligi, yolg'on avtonomiyasi, Uyg'ur xalqini terrorlikqa bog'lash yilisi bo'libmi, irqiy qirg'inchilikqa uchirganligimizni isbotlashda butun millat bo'yicha harakat qilishimiz hammadan zarur bo'lib, bizning sonimiz, ulus bo'lmasligimiz, mustaqil bo'lolmasligimizga bahona bo'lolmaydi. Aksicha, milliy kimligimizning yo'qotilishi va irqiy qirg'inchilikqa uchirganligimiz bizning o'z taqdirimizni o'zimiz belgilashga butunlay huquqliq bir millat ekanligimizga asos bo'ladi. Bu jihatda irqiy qirg'inchilikqa uchrab mustaqil bo'lgan Kosovoning tajribalari bizga o'rnak bo'la oladi. Insoniy haq-huquq qarashlarimizdagi nuqsonlar. Növbətdə Xitayğa bo'lgan o'chmanligimiz sabab navoda mustaqil bo'lib qolsaq, Xitoy deganni vatanimizdan butunlay qo'g'lab chiqaramiz. Xitoylarning hammasini yo'qotamiz. Hatto Xitoylar bilan mangu diplomatik munosabat qilmaslik haqida avlodlarimizga vasiyat qilamiz degandek qarashlar mavjud bo'lib,
Gerçi bundaq sözler açıqımızda Xitay hökuməti və xalqıdan qattiq azar yeganligimizdan chiqayotgan bo'lsa-mu. Ammo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qurilishi dunyoning tinchligi va taraqqiyotini ilgari surish uchun bo'lg'ini sabab bizdagi bu qarashlar qabul qilinmaydi. Bu deganlik biz mayli mustaqil bo'lgan holatdami, bizdagi Xitoy o'chmanligi xalqaro tarafidan Xitoy xalqining shundaqla dunyoning tinchligiga ta'sir yetkazadigan ig'ir tahdid hisoblanadigan bo'lib, agar bu xil ideyani butun millat bo'yicha qalbimizga va mustaqillik kurashlarimizga singdirdikanmiz, xalqaroning nazarida biz mangu mustaqil davlat qurishga munosib bir millat sifatida qabul qilinmaymiz. Bu jihatda bundaq bir so'zni misol qilg'im bor. Ya'ni indiyalarning ziminiga Yevropaliklar tajovuz qilganida, indiyalar ularning qilmishlariga o'chmanlik qilmanglar. Ular insoniy mehr muhabbatni bizdan o'rnak olsin degan ekan. Ya'ni men bu so'zlarni dunyo tarixidagi bir voqelikdan o'rnak oldim. Yana bir misol, Kosovoning mustaqillik bayonotnomasidami mundaq qurlar bor. Kosovo demokratik, zamonaviy va ko'p millatlik bir davlat bo'ladiganligi bilan qasam qilamiz. Shuning bilan bir vaqtda Serbiya bilan bo'lgan cho'nqur tarixiy, savdo va jamiyat aloqamizni davomlashtiramiz. Mana bu bayonotnoma Serbiya tarafidan irqiy qirg'inchilikqa uchirgan Kosovoliklarning birdak ko'nglidan chiqqan so'zlardir. Ular bu so'zlar bilan dunyoga Kosovoliklarning aslida tinchlikparvar, madaniyatlik bir xalq ekanligini namoyon qilib bo'lgan. Buningdan boshqa Kosovo xalqi irqiy qirg'inchilikqa uchirganda NATO askarlarining Kosovoga bosib kirishimi dal Kosovo mustaqillik rahbarining insonning huquqi bir davlatning egilik huquqidan muhimdir degan shuarning ro'yi bilan yuz bergan bo'lib, inson huquqini yuksak o'ringa qo'ya olgan Kosovo xalqi mana shundoq go'zal fazilati bilan irqiy qirg'inchilik qilayotgan Serbiyani dunyo oldida pasib holatga tushirib qo'ya olgan va hech qanday qo'llash bo'lmagan sharoitda mustaqillik jakarlagandan keyin dunyoning qo'llashiga erishgan. Garchi bugunga qadar Kosovoning mustaqil bir davlat ekanligini Xitoy, Rossiya va Ispaniya qatorliq davlatlar e'tirof qilmagan bo'lsa-mu, lekin Kosovo bu sabablik davlat qurish haqlaridan quruq qolgani yo'q. Kataloniyaning mustaqilligimi dunyoga o'ylanishga tegishlik yangi bir savolni qoldirib qo'ygan bo'lib, Ispaniyadek demokratik bir davlatdimi barobar haq-huquqlar sabablikla millatlarning uluslashish qadamini ololmaydiganligini, har bir millat mustaqil vatani va tuprog'i bo'lgandila ondan tinchlik va taraqqiyotdan eg'iz echish mumkinchiligi borliqidek reallikni echib bergan. Gerçi bugun Kataloniya demokratik tuzumida haq-huquqlari daxli taruzga uchirmaganlikka sabab mustaqil bo'lolmagan bo'lsa-mu, ammo ularning mustaqillik kurashlari to'xtabli qolmaydi ekan. Bu masala xalqaroni millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash qonuni va davlatlarning zimin butunligini qo'g'dash qonunlaridagi yetarsizliklar ustida qayta fikr yurgizishga
түрткі болуды. Бәлки, Каталониядәк районлармы mustaqil egilik huquqiga erishilgandila. Ondan dunyo miqyosida haqiqiy tinchlik va taraqqiyot amalga oshirilishi mumkin. Demak, mayli qaysi nuqtadan qandaq analiz qilayli, Uyg'ur xalqining navbatdagi vaziyatda mustaqillikdan boshqa tanlash yo'q. Mustaqillikka yetish uchun bir tan va bir jon bo'lib uyushish va birlikda qilishga tegishlik eng zarur ishlarni qilishdan voz kechib, birlik va ittifoqlikni amalga oshirmay turib, Xitoyning jinoiy paketlarini to'plamay turib, hali demokratiyani chetga qiqib, hali turk ulusi shakllantirish uchun harakat qilib, hali mustaqilchi, avtonomchi jidallarni yangi usullarda xilma-xil shaklda elib berib, xalqning birlik hosil qilishiga to'salg'i paydo qiladi ekanmiz. Bizga yordam qilishni xohlaydigan va qilmoqchi bo'lganlarning, hatto butkul xalqaroning nazarda mustaqil bo'lishga loyiq emas millat deb qaralishimiz. Hatto Xitoyning bizni terrorlik, radikallikqa bog'lab, davomli qirg'in qilishi, shundaqla Xitoyda cho'ngroq siyosiy o'zgarish yuz berib, Xitoy hokimiyati og'dirilib ketadigan tarixiy fursatlar borliqqa kelsimi, bizdak davlatchilik engi yetilmagan xalqning mustaqil bo'lish orzulari xalqaroning nazardan soqit qilinib, demokratik Xitoyning bir qismi bo'lib, mangu mustamlika ostida yashashdek qismatga mubtala bo'lishimizmi ehtimollikdan yiroq emas. Birlik kuchdir. İttifoqlik kuchdir. O'z taqdirimizni o'zimiz belgilash, ya'ni mustaqil bo'lish huquqimizni qo'limizga elishimiz uchun birli nishon ostiga, ya'ni Xitoyning jinoyatlarini xalqaro sahnalarga isbotliq elib chiqish va Xitoyning jinoiy javobgarligini surishti qilish. Bu jihatda birinchi, Amerikadagi doktor Mamtimin chet eldagi barliq Uyg'urlar orasida umumyuzlik psixikalik tekshirish elib berish projektini boshlagan bo'lib, vatan bilan aloqamizning butunlay uzib tashlanishi va lagerlar masalasining psixikamizga ko'rsatgan ta'sirini isbotlashda dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar hammamiz o'zimiz turishlik joylardagi psixika doktorlarga ko'rinishni amalga oshirishimiz intayin muhim. Ya'ni psixika doktorlarga anga oldirilgan bu uchurlarning Mamtimin doktorning elib bormoqchi bo'lgan projekti uchun, shundaqla Xitoyning jinoyatini isbotlashda intayin muhim ahamiyatga ega cho'ng ish hisoblanadi. Ikkinchi, o'zimiz turishliq davlatlardagi soqchixonlarga berib delo ma'lum qilish. Ya'ni o'z urug' tuqqanlarimiz bilan aloqamizning butunlay uzilganligi bilan delo ma'lum qilib, yo'qab ketganlarning izderkini qilishda xalqaro qonuniy asosga ega bo'lish. Bu jihatda Gollandiya Uyg'ur tashkilotlari birligidagi qarindoshlar nihoyatda ko'p tirishchanlik ko'rsatish, Gollandiya ko'chmanlar idorasi hukumatlar bilan ko'rishish natijasida Gollandiyadagi Uyg'urlardan vatandagi oilasi bilan aloqasi butunlay uzilgan kishilarning delo ma'lum qilishi uchun Gollandiyaning har qaysi yeridagi soqchixonlarda delosini tizimlash bo'ladigan bir sharoitga hukumat ruxsatini oldi. Agar bundaq ishni dunyoning har qaysi joylaridami amaliylashtirib olsak, bizning aloqamiz uzilib qolgan tuqqanlarimizning sonliq uchur ambiri tabiiy shakllanadigan bo'lib, bu uchurlar oqibatda Xitoyning
irqiy qirg'inchilik jinoyatini isbotlashdagi kuchlik materiallarga aylanadi. 3. Xitoyning jinoiy qilmishlari ustidan isbot berish, guvohlik berish ishlarini davomlashtirish va arxivlashtirish. Xitoyning jinoyat isbotlarini to'plash va arxivlashtirish. BDT tinchlik saqlash qismlarining vatanimizga tez suratda kirib, xalqimizning umumyuzlik qirilib ketishining oldini olish iltimosini BDTga sunish, Uyg'ur xalqining insonligini hammadan ustun biladigan, demokratik tuzumni qo'llaydigan madaniyatlik bir xalq ekanligini, inoqlik, ittifoqlik va birligimiz bilan isbotlab, bizning mustaqil davlat bo'lishga aslida loyiq bo'lgan bir millat ekanligimizni, tarixda ajdodlarimiz dunyo tarixiga o'chmas to'hfalarni qo'sha olgandek, bugungi Uyg'urlarmo dunyoning tinchligi va taraqqiyotiga tegishli to'hfasini qo'shib, Yevro Osiyo cho'ng quruqligining tinchligini amalga oshirishda muhim strategik bir davlat bo'la oladiganligimizni namoyon qilib, mayli Rossiya, mayli boshqa qo'shni allar bo'lsin, ularning bizga bo'lgan qo'llashini qo'lga keltirishga tirishishimiz kerak. Bo'libmi ustimizga majburiy tengib qo'yilgan terrorlik batnomining aslida Xitoyning suiqasdi bilan bo'lingan haqorat ekanligini, Uyg'urlarning terrorlik bilan azaldan aloqasi yo'q bo'lib qolmay, terrorlikqa qarshi davlatlar bilan bir safda turadigan tinchlik parvar bir millat ekanligimizdek sifatli shaklda dunyo sahnasida o'zimizga mansub o'rnimizni tepib olishga butun kuchimiz va zehnimiz bilan tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Fursat har kuni kelmaydi. Navbatda Xitoy ahvoli xatar ostida bo'lib, bu holat xuddi bir tal uchqun bo'lsa, gurildab o't oladigan o'tin dövsiga o'xshaydi. Xitoy ichida yuz berayotgan har qanday kichik ishlarmo Xitoy hokimiyatiga qarshi cho'ng qo'zg'alish va qarshilik harakatlarining piltisiga o't yoqib, Xitoyni butunlay halok qilishi mumkin. Mushundaq bir tarixiy davrda Allohning bizga ato qilgan bu tarixiy fursatdan unumlik foydalanmaydi ekanmiz. Avlodlarimizning la'nati, dunyoning masxarasi ichida tarix sahnasidan mag'lubiyat bilan tushib ketishga majbur bo'lib qolamiz. Oxirida barliq tashkilotlarning va xalqlarning birlashib o'rtaq dushmanga taqobil turish ko'rishiga birlikda atlanishimizni umid qilaman. Tugidi. 2019 yil 16 iyun